o'zi xor bo'lganini, dunyoda adashib kofir bo'lib yashaganligi, xato ekanligini tushundi. Hali tanasidan ruh ajramay turib, xaridorlarni ko'rganda aqli ishladi, ko'zi ochildi, endi buni foydasi yo'q. Endi buni foydasi yo'q. Biri namoz o'qidi, ikkinchisi o'qimadi. Biri roza tutdi, ikkinchisi tutmadi. Biri ota-onasining duosini oldi, ikkinchisi oq bo'ldi. Biri o'zini pokiza saqlandi uylanib, ikkinchisi zinoni o'tkazdi har kuni. Zino bilan kunini o'tkazdi va bu bilan faxrlandi. Dunyoda bir xil yashagandir ehtimol, lekin dunyodan chiqishi hargiz bir xil bo'lmaydi. Namoz o'qigan ham o'qimagan ham bir xil yuraveradi dunyoda. Roza tutgan tutmagan bir xil nafas olib yuraveradi. Endi-chi? Endi ham bir xil bo'ladi ahvol. Keyin ikkisi ham qabrga qo'yiladi. Endi nima boshlanadi bu yerda? Abadiy hayotning muqaddimasi. Mana bu yerda ularning holati barobar bo'lmaydi.